9-savol. Qaysi moddaning molekulyar massasi eng kichik deb beryapti? A javobda demak kalsiy gidroksosulfat hisoblaymiz. Molekulyar massasini demak kalsiy gidroksosulfat. Demak, kalsiyning massasi 40 plus OHning massasi 17. Qavsida ko'paytiraman 2 ga plus kislota qoldig'i oltin gugurt uchun demak 32 bo'ladi. 4 ta kislorodimiz 64. Hammasini hisoblaymiz. Demak 57 ko'paygan 2 plus 96. Uning massasi 210 kelib chiqyapti. B javobda alyuminiy digidroksofosfat. Demak alyuminiy digidrokso OHdan 2 ta fosfat hisoblaymiz. Alyuminiy massasi 27. Qo'shamiz. OHning massasi 16 ga 1 17. Buni ko'paytiramiz. OHlarni 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Xo'p, mana bunday. Demak 17 ni 2 ga ko'paytirsak 34 bo'ladi. Uni 3 ga ko'paytiramiz. Hamda fosfat kislota qoldig'ining fosfatning massasi 95 bo'ladi. 31 ga 64 qo'shsak hisoblaymiz endi. Xo'sh, jami 278 ni beradi. C javobda kalsiy gidrosulfat deb beryapti. Demak, kalsiy HCO4 dan 2 ta ekan. Kalsiyning massasi 40 plus vodorod 1, kislota qoldig'i 96. Ko'paytiramiz 2 ga. Hisoblaydigan bo'lsak, demak 97 ko'paygan 2 plus 40 234. D javobda bariy gidroksonitrat. Demak, bariy gidroksonitrat. Bariyning massasi 137 plus OHning massasi 17, NaOHning massasi 62. Jam bo'lib 216 bo'lyapti. Bizda so'rayapti eng kichigi bu yerda demak 210 bo'lgani. Ya'ni A javob to'g'ri kelyapti. Agar eng kattasini so'raydigan bo'lsa 278 ni, ya'ni alyuminiy digidroksofosfatni olgan bo'lar edik.